yangi yilingiz bilan janob. Yangi yilda yangi kayfiyat tilab keldik. Kutilmagan vaziyat bo'ldi-ku. Qanday yaxshi. Sizni yangi yil bilan tabriklagan holda Qorbobo sizga sovg'a berishga qaror qildi. Qorbobo, uxlab qoldingizmi? Ajin ursin, sovg'ani olish esimdan chiqdi. Anjir ursin, sen Qorbobo emassan, kaltafahm bobosan. Janob, hech qayerga ketib qolmang, hozir biz 5 daqiqada kelamiz. Qani oldinga tush, la'nati qariya. La'natlari, menimcha ular boshqa qaytib kelmasa kerak. Sizlarni bu yerga ko'rib turganimdan xursandman. Xullas, maqsadga o'tamiz. Demak bunday, menga kecha Qorbobo sovg'a bermadi. Shuning uchun buni aniqlashimiz kerak. Nima uchun menga kecha sovg'a bermadi? Janob, bu Qorbobo emas, mashining bobo bo'lishi mumkin. Men bunaqalarni uchratganman. Shunaqasi ham bo'ladimi? Janob, haqiqiy Qorbobo Janubiy qutbda bo'ladi. Shundaymi? Menda bir g'oya keldi. Demak biz Janubiy qutbga uchamiz. Lekin bir kichkina muammo bor. Sizlarni Janubiy qutbga qanday qilib olib ketaman? Sizlar men uchun uchar moslama